Bizning milliy kiyimlarimizni ular kiyishadi. Xorazmda vodiy tomonlardagi din har xil ranglar qo'shilgan ikatlar bo'lmoq. O'zim xohlagan natijani shukr shu yil oldim. Eshikni ustida shunday bir chiroyli koshini ko'rdim. Shu koshin meni o'zini maftun etdi. 2 oycha bo'lib qoldi. Uni chiqarishga muvaffaq bo'ldim. Meni chizgan rasmlarini ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun meni kamchilik tomonimiz bu model tanlashimizda bo'ldi. Chunki Xorazmda model agentsiyasi yo'q. Sen Xorazmni sevasanmi? Sen O'zbekistonni sevasanmi? Lekin sevging qani seni? Sen axir shu narsani o'ylab qarasan, shu narsani egniga yeyding. Endi shu narsani faxr bilan ko'rsatib berishing kerak. Rahmat samimiy suhbat uchun. Yana ko'rishamiz. Rahmat.